Leksimizni davamlaştırıyoruz, hürmetli vatandaşım. Endiki leksimizin mavzusu mundaq. Jungoga berilgen 100 günlük vaqt toşqi yaqinlaştı. Prezident Trump taqat qilib tura olmadi mavzuda xabar. 6 ayning 12 gün Vanvit orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. 4 ayda o'tkazilgan Amerika Jungo davlat boshlig'i suhbatida belgilangan ikki davlat umumyuzlik suhbatlashishning tunji qitimliq yig'ini 6 ayning oxirida Washingtonda o'tkazildi. Belki Çavuşanga taqabul turish meselesi bu müşahaptının en mühim yoki müssohbatning en mühim temasiga aylandi. Universal matbuotlar 6 ayning 13 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoning raisi Xi Jinping bilan suhbat o'tkazilgan chog'da ikki davlat atrofli suhbatlashish funksiyasi qurishni belgilagan. Funksiya bo'lib yig'inning tunji qatim ochilish 6 ayning oxiri Washingtonda o'tkazilgan bo'ldi. Çavuşanning 4 hafta ichida 4 qatim raketasini qilganligini nazarga ilib, uning ig'vogarchiligi vaqtincha cheklashga chorasiz deb qaradi. Shunga bu qatimki yig'in Çavuşanga qanday taqabul turish bo'yicha muhim yig'in bo'lib hisoblanadi. Amerika tarafdan Jungoning Çavuşanga taqabul tura olmaganligi sababli sadalar ko'tarilishga boshladi. İki davlat yuqori darajada suhbatida belgilangan 100 kunlik vaqtmi to'shib qoldi. Navbatdagi vaziyatga qaraganda ikki davlat Çavuşanni embargo qilishni kuchaytirdi. Jungo Amerika hozirgi vaziyatdan qaraganda deydi. Va Çavuşan orqa-orqadan raketa qo'yib berib, jiddiylashgan vaziyatni pasaytirish uchun ikki davlat yani Amerika Jungo maslahatlashdi. Yaponiya Asahi Shimbun gazetasi mundaq ko'rsatdi. Ikki davlat boshliqlari 4 ayning 7 kuni Florida shtatida yuqori darajali suhbati yig'inida maslahatlashib 100 kunlik muhlat bekitgan. Cheklik vaqt 7 oyda tushdi. Amerika taraf dastlabda kelishganda Jungo Pyongyangni jazolash kerak deb qaraydi. Agar Amerika taraf Jungo tarafning Çavuşanga taqabul turishi foydasiz deb hukm qiladigan bo'lsa, u holda Amerika Çavuşanga yakka harakat qo'llanib, qattiq siyosat yo'lga qo'yishi mumkin. Xabarlarga asoslangan prezident Trump 4 ayda Amerika Florida shtatida rais Xi Jinping bilan ko'rishganda ikki davlat o'rtasidagi savdo tangpungsizligini azaytish va Jungo taraf bilan maslahatlashib 100 kunlik muhlat to'g'risida kelishgan edi. Çavuşanga yani 100 kunlik muhlat berish to'g'risida 4 ayda prezident Trump bilan rais Xi Jinping Florida shtatidagi suhbatida kelishgan edi. Bu 100 kunlik muhlat iqtisod qatlamidala cheklanib qolmasdan, balki Çavuşanga taqabul turish nishoni vaqt mazgili jihati ham Jungo Çavuşanga taqabul turish masalasida qo'llanadigan konkret harakatning vaqt cheklamasi edi. Demak, vaqt 100 kunlik vaqt 7 oyda tushdi.